Assalamu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2021-yil 9-oyning 30-kuni. Ya'ni sentabrning oxirgi kuni. Sentabrning oxirgi haftasining yetib kelishi bilan tabiatga ko'z fasli yetib keldi. Garchi ko'z faslining yetib kelishi bilan tabiat rangaranglikka cho'kishga boshlagan bo'lsa ham, ko'z bosh ko'zningki sovuqim ham odamning shillisini qo'rtishga boshladi. Go'yo mo'shiningga o'xshash paychakka bozorga mablag' sog'uvchilarga nisbatan aytgan vaqtda bu sentabr toza illiqlikni ko'rsatmadi. Ya'ni paychakka bozorida umumyuzlik sentabrda bir tuvallash bo'ldi. Shuning uchun qaysi xil omillar paychakka bozoridagi bu adaddan ziyoda tuvallashni keltirib chiqaryotdi deb har xil analizlarni qilishyotdi. Bu yerda bundaq bir necha sabablarni ko'rsatish mumkin. Yani 9-oyda S&P 500 paychakka ko'rsatkichi, ya'ni Amerikadagi 500 dan ortiq cho'ng shirkatlarning paychaklaridan tashkil topgan ko'rsatkichninki 4.5% dan ortiq chekinishi umuman aytgan vaqtda Amerika paychaka bozoridagi bir sovuqchilikdan derak beradi. Unda qo'sa qaysi omillar bu sabablarni keltirib chiqaryotdi? Yani pul muomala bozori deganimizda paychaki, zoyum va boshqa nurg'un narsalar. Shuningdan shipirliq pul bo'lgan, shipirliq pullardagi cho'ng tavrinishmi, ya'ni sovuqchilikmi, tushishmi, ammo shularni o'z ichiga oladi. Bu asosli mundaq sabablardan mustasno emas. Oldi bilan Amerikaniki moliya siyosati, pul siyosati, ya'ni o'sim nisbatiniki ishiga bo'lgan andisha, pul paxalligidan andish qilish, COVID-19 bu vabaning ta'sirining tugamaganligi, garchi vaksinaning urilishi bilan yana bu kasalning yamrayotganligi, garchi yamrashning surati asligan bo'lsa-mu, bu kasal bilan diagnoz qo'yilganlarning va o'lim yetim hodisalarining soni tuvalligan bo'lsa-mu, buning vahimasi tarqalgani yo'q. Shuning bilan birlikda yana bir omil, tashqi omil Xitoyning iqtisodidagi cho'kish. Demak, 9-oy mezgildagi Amerika pay bozoridagi bu xil sovuqchilikni mana shundaq sabablarga yig'inchoqlashga bo'ladi. Oldi bilan Amerikaningki moliya siyosati jihatdagi kishilarning andishisi nima deganda, bundaq bir narsani tushuntirishga to'g'ri keladi. Davlatlarning o'zining xomchoti bo'ladi. Masalan, Amerikada har yili fevralda Amerikaningki prezidentning iqtisodiy ishlarga mas'ul maslahatchilardan tarkib topgan konsulning yezbagan, ya'ni shularning dokladini Amerikaning prezidenti xomchot, ya'ni xomchot dokladini Amerikaning parlamentiga topshirdi. Amerikaning parlamenti bu prezidentning topshirgan xomchotini ko'rgandan keyin uningdagi ba'zi moddalarni, ya'ni xomchotdagi davlat mudofaasiga ajratgan pul, ko'chmanlarga ajratgan pul, har qaysi shtatlarga yoki shaharlarga ajratgan pul deganga o'xshash, ya'ni tashqi dunyoga yordam berilganga ajratgan pul degandek shunday xomchotlarning har qaysi turlarini bular ko'rib chiqqandan keyin ikki partiyadan saylangan vakillar buni munozaraga qo'ydi. Munozaraga qo'yib, u xil o'zgartishni kirgizish kerak, bu bo'lmaydi, u bo'ladi deganga o'xshash shunday datalashlar bilan oxiri bu 9-oyda anandan keyin parlamentninki tasdiqdan o'tgandan keyin nurg'un qitimliq datalashlardan keyin o'zgartish kirgizishlardan keyin ondan bu Amerika prezidentining oldiga qaytib boradi. Shuning bilan bu xomchot, ya'ni Amerikaningki xomchoti, yillik davlat moliya xomchoti har yili 10-oyning 1-kunidan kelar yili sentabrning 30-kunigacha bo'lgan dal shu 1 yil jarayonidagi xomchot tasdiqlanadi. Bir necha qidim Amerika tarixida bu ishlar, ya'ni ikki partiya o'rtasidagi bu prezidentning sungan xomchot loyihasini birlik kelanmay 9-oyning 30-kuni tasdiqlanmay, ondan hukumatning har qaysi tarmoqlari bir mezgil taqilib qolgan shunday hodisalar bo'lgan. Natijada bu Amerikaning iqtisodiga, paychaki bozoriga nisbatan ma'lum tavrinishlarni akagan. Endi bu qitim bu 9-oydagi mashhur paychakining tavrinishiga nisbatan aytganda, prezidentning sungan xomchot loyihasiga nisbatan Cumhuriyetçiler Partisi'den
тәпкі, яғни қошылмайдыған бұшындақ бір ішлер болғанлықтан, бұл дәталаш тек түгімгелдігі үшін, ала бүгінгі күнгіче бұла тәстіқтің бұл айыны өткіземеген. Әмі бір нәтчі саат ілгері 12 айының 3 күнгіче өкіметтің ке мәлім пұлны қайжылап тұрышыға қошылыдыған бұшындақ бір лайяны, яғни вақыт лайяны тәстіқлапты. Меніңше пайчеке әті өсішкі қарап мағды. Немешқа дегенде, Америка өкіметінің қайжылайдыған пұлы алайды көп, зор. Яғни дөләтніңки, Америка дөләтніңки кірімі бір нәші тараптың келеді. Құсусыларының кірім біже. Personal income tax дейміз. Social security tax дейміз. Бұны біз ішлейдіған қызмет қылдығалла və bizni işlətən idarələr məlum nisbətdə məsələn 6 hər birimiz 6,12%-dən төлəyimiz. Social security tax deyimiz. Ondan sırt yəni business tax deyimiz. Yəni şirkətlər özünün paydasını төлəydigan bacı oldu, bacı kirimi oldu. Ondan sırt yəni başqa bevasitə bolmagan mındaq məlum bir tovarlarını, tamaka, məsələn içimlik degəndəklərini və gaz qatarlıqlarını setişdən keladigan bajlardan dövlətin ki xəzinəsi maliyası toludu. Əmdə bularını xərcləydigan nurgun sahada aldı hökumətnin. Adılan bu birinci dərəcəlik bu pulunu xərcləydigan nima oldu desə, hökumət avtomatik halda bu bir qism kişilərə, şirkətlərə, ştatlıq hökumətlərə məlum sandakı sommadakı pulunu taqtıdı. Yəni yaşanğanların sığortası üçün, ictimai sığort pensiyaya çıxan adamların ictimai sığortası üçün, bəzidə paravallıqlar üçün, bəzi kirimi tüvən kişilərin paravallıq üçün pulunu avtomatik halda onlara taqtıb verdi. Bu çıxımның birincisi. İkincisi, hökumətnin ki mülazimət və tovarlarını mülazimət və tovarlarını setiliş üçün xərcləydigan pulu. Yəni bu qandaq degəndə saqçılarının, ötürgüçlərinin, amvi məktəblərinin, moşu məktəblərinin və Səhiyyə Ministerliğinin, Dövlət Müdafiəsinin bularının xərcləydigan pulları olaraq məsələn saqçılarga maşin ilish, qo'ral ilish, o't o'chiruvchilarga o't o'chiradigan maşin ilish deganga o'xshash. Şunun bilan birlikda hökumətning har qaysi tarmoqlarida ishlaydigan odamlarningki adamlarga kompyuter ilish deganga o'xshash. Ondan sırt yana bu pulning bir qismi tashqi dunyoga, ya'ni taraqqiy qilmagan davlatlarga va ba'zi davlatlarga bular yordam berdi. Boshqa davlatlarga berilgan yordam mushularni o'z ichiga oldi. Demak, davlatning xazinasiga kiradigan pul davlatning chiqimidan ishib ketgan vaqtda bu davlatning xazinasiga nisbatan yaxshi ish. Ammo chiqim kirimdan ishib ketgan vaqtda bu nimani keltirib chiqardi desa, Amerikaning maliyasida qizil raqamni keltirib chiqardi. Qizil raqam keltirib chiqargandan keyin xuddi bu bir odamningki maliyasida qizil raqam ko'rilganda qanday bo'ladi? Qarz oladi. Qarz olgandan keyin qarzga muayyan nisbatda o'sim to'laydi. Shunga o'xshash Amerika hukumati to'xtamay zayım taqtish orqali qarz oladi degan gap. Shunga bu yerda paycheki bozoridagi ahvolning sovuq bo'lishida kishilarningki Amerikaning maliyasida bo'layotgan mushu xil ahvollarningki, ya'ni hukumat qarzining ishib ketishi, parlamentdagi datalash qatorliq omillarningki ta'siri va birinchi ta'siri. Ikkinchi ta'siri pul muomala jihatdagi, ya'ni Markaziy bankningki o'sim nisbatini o'stiramiz degan mushu xil shapani berishi, ya'ni muddatdan burun aslida 2023-2024 yilda o'stiramiz degan signalni bergan pandemik boshlangan vaqtda. Ammo hozirgi ahvollardan qaragan vaqtda, chunki Amerikaning iqtisodiy ikkinchi faslda 6,7%lik milliy daromad yilga o'rtacha hisob bilan 6,7%lik nisbatda oshgan gap. Endi hisoblashnaslar Amerika iqtisodining 3-fasldagi, ya'ni 7-oy bilan 9-oy atrofidagi milliy daromadni hozir 6,5% atrofida oshdi deb hisoblayotdi, deb qarayotdi. Demak, Amerikaning iqtisodi agar shunday qiladigan bo'lsa, bu yillik Amerika iqtisodining ishishi yil bo'yicha hisoblagan vaqtda 6% bilan 7% ning atrofida degan. Bu alomat ish. Amerikaning iqtisodining ish tarixidagi bu yaqinqi
40-30 yıl içindeki bo'lmagan bir xil ish yo'li demdi. Bu iqtisodning ishi pul paxalligiga nisbatan, ya'ni pulning paxalligini keltirib chiqilgan bir sabablar bo'ladi. Pul paxalligini keltirib chiqilgan sabablar iqtisodda talab tarafdan keladi, ta'minlash tarafdan keladi. Hozirgi ahvoldan qaragan vaqtda har ikkisidan kelyapti. Ya'ni hukumatningki mana ko'pchilikning xabari bor. Pandemik boshlangandan keyin hukumat har xil stimulus chek deymiz, har xil cheklarni taqatdi, pullarni taqatdi kishilarga. Tijoratchilarga pul taqatdi. Hukumat o'zining xarajini oshiribdi. Shuni bilan birlikda kishilarningki shu pul kelgandan keyin kishilarning qo'lida pul bo'lgandan keyin kishilarningmi masalan ikkinchi faslda bularning chiqimi yuqori bo'ldi degan gap. Ya'ni ularni jiq pul xarajlashga boshladi degan gap. Qo'lda pul bo'lgan vaqtda az narsani ko'p odam qo'g'lashsa, qo'lida pul bor odam uning bahasi o'rlaydi degan gap. Demak, bu yerda talab tarafdan bu xil pul paxalligiga nisbatan bir besim tushadi. Anandan keyin ta'minlash jihatdami bir besim tushdi. Ta'minlash jihatdami bir besim tushdi. Ya'ni qanday degan vaqtda mana ta'minlash zanjiri, ya'ni uy silish uchun, mashina yasash uchun nurg'un ventilar ketadi. Uy yasash uchun nurg'un materiallar ketadi. Bu pandemik mezgilda bu materiallarni ishlab chiqilgan zavodlarning faoliyati to'xtab qoldi yoki astlab ketdi. Hatto bularni to'shishning o'zimi shundoq astlab ketdi. To'shishmi qiyin bo'lib ketdi. Bu nima bo'ldi desa, shu materiallarning shu tijoratchilar yoki uy soldirganlar setib olgan materiallarningki bahasini oshirib ketdi. Az nas qisib olgandan keyin, ma'lum nas qisib olgandan keyin o bahas o'rlaydigan gap. Bu vaqtda xomashyaninki bahasi o'rlab ketgan vaqtda ishlab chiqarishning tannarxi ishib ketdi degan gap. Hatto pandemik mezgilida shirkatlar kishilarga odatga qaragan vaqtda o'zining xizmatchilariga "Sen ishlab maoshingni jiqroq qilib beray" deb ashunaqmi deyishganlar bo'ldi. Demak, bu ularning ishchilarning ish haqqini o'stirish to'g'ri keldi. Bunda bo'lganda nima bo'ldi? Tannarx qochgandan keyin bu tijorat degan foydami so'nmaydi. U baho chaplaydigan gap, baho chaplaydigan gap. Buni oxirgi hisobda kim o'taydi buning badalini? Iste'molchilar o'taydi. Shunga ham ta'minlash tarafdan, ham talab tarafdan mana shunday pul paxalligining o'sishiga nisbatan bir besim keldi. Bunda avtomat qanday qildi? Pul paxalligi haddan ziyada eshib ketsa, iqtisodda nisbatan bir xil turoqsizlik bo'lib, odamlarning kayfiyati turoqsizlikni keltirib chiqargan. Ya'ni pul saqlab, naqd pul saqlagan odamlar pul paxallik qilganda ziyon tortadi. Muqim kirimga ishlaydigan odamlar ziyon tortadi. Chunki baho o'rlagan kim foydali desa, shu qazog'chilar foydali degan gap. Anadan sırt mana Xitoy iqtisodining COVID-19 ning bir ta'siri nima dedik? Mana shu paychiki masalaga. COVID-19 ning, ya'ni yer shari xarakterli ommaviy sog'lomlik kirishning dunyo iqtisodiga umumiylik ta'sir ko'rsatganligi aniq. Ammo ma'lum bir narsa so'qsa, mana shu cho'ng narsani cho'ng so'qidi degan gap. Ya'ni Amerikaning iqtisodini, Xitoyning iqtisodini bu vabolar xili jiq so'qdi. Chunki bularning GDP'si dunyoninki, ya'ni milliy daromadi dunyodagi davlatlarning ichida birinchi ham ikkinchi o'rinda turdi. Xitoy garchi pandemikdan keyin har xil qattiq tadbirlarni qo'llanib, biz iqtisodimizni oshirdik degan bilan, ammo yaqindan buyon, bu yildan buyon ularning iqtisodida bir xil cho'kish, chekinish bo'layotdi. Ya'ni bu o'zining ichidagi nurg'un sabablar tufaylidan, masalan, 3 sohada bularningki ishsizlik va chekinish bo'layotdi. Ya'ni uy mulk sohasida, anadan keyin shu ma'rif orqali tarbiyalash sohasida, ya'ni masalan uy mulk sohasida deganimiz Evergrande yoki Xingda deydigan, ya'ni mangulik buyuk degan Xitoyning bu uy mulk shirkatining $300 milliard dan ortiq qarzi bor ekan. Xabaringlarda bo'lishi mumkin 2007-yil, 2008-yil yuz bergan Amerika pul muomala krizisi dal shundoq uy mulk sohasida kelib chiqqan. Bu bir pul to'lab shu ikkinchi nimadan keyin iqtisodiy 30-yillik iqtisodiy bo'hrondan keyingi Amerika iqtisodida yuz bergan cho'ng iqtisodiy krizisni paydo qilgan. Endi kishilar shu Xingda shirkatininki shu xil ahvoli, ya'ni qarz masalasi, qurilishni jiqsilayotgan, putmagan, necha million odam buning uylarini setib olgan,
Ammo pulni berib bo'lgan, ammo uyga ko'chab kirmagan, uy bitmagan, mushundaq ahvol. Bular nurg'un mablag' to'plagan, yana paychiki albatta paychiki sotadi, u ish boshqa, ammo zoim setish orqali bular mablag' to'plagan, zoim naqlashtirmaydi, zoimning o'simini to'lmasi bo'lmaydi. Mana bular shunday bir patqoqqa patgan. Ammo mushu pul muomala bozoriga nisbatan bir tavrinishni paydo qildi. Nima qadisa Amerikaning BlackRock, Fidelity va ularga o'xshash nurg'un mablag' shirkatlarmi Xitoyning mushu uy mulk shirkatlarining paylarini setib olgan. Ular cho'kkandan keyin bularning paychikida ular setib olgan paylarning qiymati tuvallaydi, mablag'i yo'qolib ketadi degan gap. Bundan sirt ma'rif orqali tarbiyalaydigan, masalan, TOEFL, GRE, IELTS bagan, jimat bagan odamlar faqat Beijing Xitoyningki Shindongfang deydigan shundaq chet elga o'qishga chiqadigan kishilarni mushu Amerikaning yoki Angliyaning o'lchamlik til imtihonlariga tayyorlik qilg'izdigan, o'lchamlik imtihonlarga o'lchamlashgan imtihonlarga tayyorlik qilg'izgan shunaq ma'rif tarbiyalash markazlari bo'lgan nurg'un puli bor nurg'un o'quvchilar va o'qituvchilar bor. Bunga nisbatan besish bo'ldi. Nurg'unlari taqaldi anglashlar qilgan vaqtda nurg'un odamlar 40 minglab o'qituvchi ishsiz qolgan gap. Ondan sirt yana to'g'ri orqali savdo. Buning nisbatan cheklan bo'ldi. Ondan sirt yana Xitoy Didi Chuxing deydi, Alibaba deydi, Tencent deydi. Mana bu shunga o'xshash yuqori texnikalik internet shirkatlariga nisbatan o'zining nazoratchiligini kuchaytirdi. Va yana mana bir necha kundan buyon, bir haftadan buyon butun xalqaro xabarlarda bo'layotgan ish 20 mingdan ortiq Xitoyningki o'lkalarida energiya bahosining yuqorilab ketish sababidan tok bilan ta'minlashni qisqartgan gap. Qish kelyotdi. Bu kishilarning turmushiga, salomatligiga nurg'un narsalarga ta'sir yetkazdi albatta. Hammadan muhimi bu iqtisodiy jihatdan qaraydigan bo'lsak, shu rayonlardagi dengiz bo'yi rayonlaridagi Xitoyningki tashqi dunyoga mal eksport qilgan zavodlar joylashgan Zhejiang, Jiangsu, Guangdong qatorliq yerlardagi Mao rayonlarningki zavodlarningki mal ishlab chiqarishni qiyinlashtirdi yoki ularningki tannarxini oshirib o'tdi degan gap. Bu Xitoyning iqtisodidanki yana chekinishidan derak berdi. Hozir ba'zi iqtisodshunoslar Xitoyning iqtisodiningki o'sishini yana ma'lum nisbatda 1% atrofida tuvallaydi deb paraz qilishyapti. Mana shunday omillar, bir-biri bilan bog'lashgan iqtisodiy faoliyatni bir-biri bilan bog'lashgan bu dunyoda paychiki bozorga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi albatta. Shunga kishilarimiz nima ish paychiki 9-oyda tushib ketadi desa, asosliq sabablar shu. Ana so'zlaydigan bo'lsak, energiya bahosidagi o'zgarish, energiyaning bahosidagi o'zgarish, masalan, ko'mi, Avstraliya bilan Xitoyning munosabati, Avstraliyaningki mallarga chek qo'yish orqali, tamojna beshini yuqori qilish orqali yoki setolmaslik orqali, masalan, ko'mirni setolmaslik orqali Xitoy o'zining putiga o'zi palchi patidi deb ma'qul masalani mandaq nuqtadan o'ylash mumkin. Ham yana xalqarada muhitni qo'g'dash to'lqin qo'zg'alayotgan vaqtda Xitoy rahbarining bergan va'dasini amalga oshirish uchun nima qilyapti deb tushuntirishlar bo'lyapti. Bu to'g'risida keyin zarur so'zlasak bo'ldi, ammo asosligi degan shu 9-oy ishidagi paychiki bozorining tushishidagi sabablar qaysi deganda asosiy sabablar shu desak, meningcha masalaninki markazini topgan bo'lamiz. Xo'sh, endi paychiki o'sim nisbati o'smaydigan bo'lsa, o'sim nisbini o'stamaydigan ish bo'lsa, anandaki da'tlash tugisa, Amerika parlamentidagi xamchotni tasdiqlash da'tlash tugisa, oldimizda bu bayram kelyapti. Minnatdorlik bayrami bor 11-oyda, 12-oyda bu g'arbliklarning Rojdestvo bayrami bor, yangi yil bor. Shunga oldimizda mushu keyingi 3 oyda paychiki bozorda ko'tarilishning bo'lishini aqlga muvofiqroq deb qarasak to'g'ri bo'ladi. Endi yoki muvofiq bo'ladi, to'g'ri degan bo'lmas, balki muvofiq degan bo'ladi. Logikaga uyg'un demakchi. Endi shu shipirliq pul masalasida shipirliq pul masalasida bunda bir masala bor. Yaqindan buyon 4-oylardan keyin Dogecoin'ni o'z ichiga olgan shu shipirliq pullarning bahosi cho'ng tarnishlab ketdi. Umuman bir ish yo'q, tushish bor.
Hatta 65 mingga chiqqan bitcoin 40 mingga tushib qoldi. Buningdagi bir muhim sabab nima desa, bu shifrlik pulga mablag' sarflashning ko'pinchisi Xitoydan keladi. Bu bitcoinni qazadigan, o'ynaydiganlarning ko'pinchisi, mablag' solganlarning ko'pinchisi Xitoydan keladi. Ammo hozir Xitoy buningga bu yil bu shifrlik pulga nisbatan cheklim qo'yganlikdan, ya'ni bu xil ilib setishni cheklash, o'zining bo'lsa kerak yo'qkan ilib sotaman desa, buningga pul olsa, setib olsa, chegaraning ichida turib, buni qonunsiz deb qaraydi ekan. Mana shunday qattiq cheklashlar tufaylidan ham bitcoin qazadigan ba'zi zavodlarning yo'tkilib ketishi, Qozog'istonga, Kanadaga, hatto Amerikaga yo'tkilib ketishi, ya'ni cheklim bo'lganlikdan, shunday cheklim bo'lganlikdan ham talab jihatdan, ham ta'minlash jihatdan shunday chekinish bo'lganlikdan bu bahoninki tuvanlashini keltirib chiqaryapti deb o'ylasak, deb masalani tushunsak, nisbatan yana muvofiq bo'lgan bo'ladi. Endi bu dunyo shifrlik pulga qarab mangdi. Amerikaniki bir Katie Haun deydigan bir shifrlik pul mablag' solgan bir kapitalist ayol shunaq deydi. Xitoyning shifrlik pulga nisbatan shundoq buni tuzayman, kontrol qilman, tangshayman deganning o'zi Amerikaga nisbatan bir yaxshi fursat. Yana Xitoylar bu yilning 5-ida Guangdong, Shanxay tarafdami deyman, bir 3 cho'ng shaharda shu o'zining shifrlik pulini yana yuan deydi. Markaziy bank taqatgan shifrlik pulni azroq ishlatib vaqt sinab vaqti bo'lar. Endi mana boshqa shifrlik pullarni Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solano, Huobi degan o'xshash bundaq shifrlik pullarningki bular haddidan ziyoda o'zining odamlarini qiziqtirib ketishni xohlamaydi, chunki chunki bu pullar ma'lum bir davlatning kontrolida bo'lmaydi. Hech kim markaziy bu pullarni masalan xalq pulini deydi, dollarni deydi, shu davlatlarning markaziy banklari besib paxtalaydi, lekin shifrlik pulni daqiq qilmaydi. Bu davlatlarningki kontrolidan mustasno. Shuna bu xil bir hokim mutlaq diktator davlat kishilarning iqtisodiy faoliyatini, odamlarning idisini kontrol qilman deyotgan bu davlat kishilarning iqtisodiy faoliyatlarining erkinlashib ketishini xohlamaydi deb mandaq tushuntirayotganlar. Andan Amerikaningki bu Abay Katie Haunga o'xshash bundaq ayollar, bundaq mablag' sarflash, shifrlik pul mablag' sarflash nima deydi desa, mushning o'zi Amerika uchun bir yaxshi fursat. Biz bu shifrlik pul sohasidagi yangilikni to'xtamay ijod qilib oldida turishimiz kerak deydi. Agar mushu ayolning bu iddiasini qabul qilganlar bo'lsa, mablag' sarflashlar bo'lsa, shifrlik pulga nisbatan, shifrlik pulning kelgusi nisbatan parlaq bo'ladi. Xo'sh, endi iqtisod to'g'risida deydigan gapim mushu. Endi men kishilarga bundaq 2 gapni deb qo'yay. Birinchisi, Saul Umarova degan bir qozoq ayolni Amerika hukumatı butun Amerikadagi pul muomala sistemasini banklarni nazorat qiladigan, kontrol qiladigan shunday bir bosh nazoratchilikka tayinlabdi. Ko'rsatibdi. Parlamentdan o'tgandan keyin shu cho'ng huquqli bir ayol bo'ldi degan gap. O'rta Osiyodan kelgan, o'zi qozoq, Moskvada o'qigan, Amerikaga ko'chman bo'lgan uzun yillar ilgari bir ayol Amerikaning iqtisodiy sohasida bir yuksak o'ringa erishibdi. Demak, bu davlatda qobiliyatli bo'lsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar shunday fursatlarga erisha oladi. Buni deb qo'yay dedim. Ikkinchisi, bugun bir xabar diqqatimni tortdi. 96 yoshlik Shefrimo, shundaqmi bir ayol. Bu ayol 96 yoshlik ayol ekan, ayni vaqtda Natsilar kontrolidagi Polshada bu Natsilar armiyasining qo'mondoniga katib bo'lgan 18 yoshlik qiz ekan shu ayni vaqtda. Bu 10 mingdan ortiq begona odamning o'ltirilishiga, jazo lagerida o'ltirilishiga, 18 odamning bevosita o'lishiga qatnashgan qiz ekan. 18 yoshli qiz. Nima degan qabi, nima degan razil. Ardın 80 yil vaqt o'tgan vaqtda, shu vaqtdagi jazo lagerlarida ziyonkashlikka uchraganlarningki balchaqlari bu jazo lagerlarida qabih qilmishlarni, jinoyatlarni o'tkazganlarni albatta hech kim unutib qolmaydi-ku. Faqat 4 manqurt vijdoni ishlab ketganlar unutib qolmasa, mehr-muhabbat yo'q, muhabbat nafrat yo'q odamni unutib qolmasa, normal odam buni unutib qolmaydi. Normal odam yaxshilikni unutmaydi, yomonlikni unutmaydi. Mana bu unutmaydiganlar buningki jinoyatlarni deb yurib mana sotqa chiqmoqchi ekan, sotqa chiqman degan chaqda 96 yoshda bu qechib ketibdi, uni tutibdi.
Bu məsələ niməni düşündürdü desa, sen insoniyatga qarshi jinoyat ishlagan ekansan, jazo lagerida qabih qilmishlarning ishlanishiga yantayoq bo'lgan ekansan, qachon bo'lishidan qat'iy nazar sening ziyonkashlikka uchraganlar cho'qim sening jazosini berdi degan saboqni berdi. Xo'sh, endi men yana ikki tavsiya bilan gapimni tugatay. Birinchisi, Turkiyada 15 yoshdan 20 yoshlik o'g'il qiz o'quvchilarimizni markazli qabul qiladigan, nishonli qabul qilgan Sarxilla Ma'rifi ikkinchi qatimliq o'quvchi qabul qilish e'lonini berdi. 10-ayning 16-kuni tizimlasanglar bo'ldi ko'pchilik. Ma'rif odamga ishonch beradi, kuch beradi, ma'naviy jihatdan va moddiy jihatdan yuksaldirdi. Shunga farzandlarimizni shu programmaga qatnashishga rag'batlantiraydi. Andan sonra yana Almas Hoji ismli bir muallifning, avtorining bir necha yozmasi mening diqqatimni chekdi. Ya'ni kitob o'qish haqida, ma'rifga mablag' solish, ma'rifni kuchaytirish haqida nihoyat oltindek so'zlar ekan. Ko'pchilikning shunday yozmalarni o'qishini dal bu zotning deganidek kitobni ko'proq o'qishimizni, o'zimizni tarbiyalashimizni, kitobni do'st tutishimizni, ishonchli hamroh bilishimizni tavsiya qilaman. Shuning bilan bugungi so'z tugadi. Rahmat hammanglarga.